Salom aziz tomoshabinlar. Bugungi videomiz har biringiz uchun, ayniqsa moliyaviy barqarorligingizga bevosita ta'sir qiladigan o'ta muhim yangilik haqida bo'ladi. Hozir sizga aytadigan narsalarim shunchaki ma'lumot emas. Balki sizning cho'ntagingizga ta'sir qiladigan real o'zgarishlardir. Katta miqdordagi qo'shimcha to'lovni kutayotgan bo'lsangiz-u, u kelmasa, buning sababini aniq bilib olasiz. Bu yangilik shunchalik dolzarbki, ko'plab insonlar uning tafsilotlaridan bexabar qolib, o'zlariga tegishli bo'lgan haqli pulni yo'qotishi mumkin. Shuning uchun hoziroq shu daqiqada videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Chunki sizni bu ma'lumotdan mahrum etishga haqqim yo'q. Vaqtingizni qadrlayman. Shuning uchun darhol mavzuga o'taman. Muammoning mohiyati shundaki, ilgari ma'lum bir toifadagi fuqarolarga belgilangan ijtimoiy to'lovlar, nafaqalar va qo'shimcha mablag'lar ko'pincha avtomatik tarzda, ya'ni sizning hech qanday qo'shimcha harakatlaringizsiz tayinlangan yoki qayta hisoblangan. Masalan, inflyatsiya darajasiga qarab pensiyalar oshirilganda. Bu haqda maxsus ariza yozish shart emas edi. Ma'lumotlar bazasida mavjud bo'lgan ma'lumotlarga asoslanib, tegishli idoralar mustaqil ravishda qayta hisob-kitob qilib, pulni sizning hisobingizga o'tkazib berishgan. Har bir o'zgarish davlat tomonidan qabul qilingan umumiy qarorlar asosida amalga oshirilgan va tizimning ichki mexanizmlari orqali avtomatik ravishda ishga tushirilgan. Sizning vazifangiz faqat oylik to'lovni olish edi. Bu usul ko'pchilik uchun qulay edi, chunki ortiqcha ovoragarchilik va hujjatbozlik talab qilinmasdi. Pensiya fondi yoki boshqa ijtimoiy himoya tashkilotlari sizning ma'lumotlaringizni o'zlari yangilab, sizga tegishli bo'lgan o'zgarishlarni avtomatik ravishda qo'shib borardi. Misol uchun, minimal pensiya miqdori oshirilsa, barcha tegishli pensiyalar avtomatik ravishda yangi minimal darajaga ko'tarilar edi. Ammo endi vaziyat tubdan o'zgardi. Yangi qonunchilik hujjatlari, prezident farmonlari va hukumat qarorlari bilan qator muhim o'zgarishlar joriy etildi. Bu o'zgarishlar natijasida ayrim katta qo'shimcha to'lovlar, ya'ni ilgari bo'lmagan yangi turdagi nafaqalar yoki mavjud nafaqalarga sezilarli qo'shimchalar avtomatik ravishda tayinlanmaydi. Buning sababi shundaki, ushbu yangi to'lovlar ko'pincha o'ziga xos shartlarga, individual vaziyatlarga yoki alohida tasdiqlovchi hujjatlarga bog'liq. Hozirgi kunda davlat tizimlari ko'pincha sizning barcha yangi mezonlarga mos kelishingizni mustaqil ravishda aniqlay olmaydi. Sizning o'zingiz faol harakat qilishingiz, tegishli arizani topshirishingiz va zarur hujjatlarni taqdim etishingiz kerak. Agar siz bu yangi qoidaga amal qilmasangiz, shunchaki o'zingizga tegishli bo'lgan katta miqdordagi qo'shimcha puldan mahrum bo'lasiz. Bu shunchaki ogohlantirish emas, balki real muammo. Ko'plab odamlar bu haqda eshitgan bo'lsa-da, aniq qadam tashlamayapti va natijada o'zlari bilmagan holda foydadan qolmoqda. Eski qoidalar bo'yicha yashashda davom etish yangi imkoniyatlardan mahrum bo'lish demakdir. Tizim avtomatik tarzda ishlashdan to'xtagan joyda inson omili, ya'ni sizning shaxsiy ishtirokingiz hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi. Endi esa bu o'zgarishlarni chuqurroq tahlil qilib chiqamiz. Nimani bilishingiz kerak? Kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar xavotirlanmasa ham bo'ladi? Siz bilishingiz kerak bo'lgan eng muhim narsa shuki, davlat ijtimoiy himoya tizimini yanada manzilli va adolatli qilishga intilmoqda. Ya'ni pullar umumiy tarzda emas, balki haqiqatan ham muhtoj bo'lganlarga va alohida e'tiborga loyiq shaxslarga aniq yo'naltirilmoqda. Bu esa o'z navbatida o'sha shaxslarning o'z vaziyatlarini tasdiqlovchi ma'lumotlarni taqdim etishni talab qiladi. Shuning uchun, agar siz o'zingizni ma'lum bir imtiyozli toifaga kiritilgan deb hisoblasangiz yoki sizning hayotiy sharoitingizda yangi qonunlar bilan qamrab olingan o'zgarishlar sodir bo'lgan bo'lsa, e'tiborli bo'ling. Bu sizning harakat qilishingiz shartligini anglatadi. Kimlar xavotirlanishi kerak? Xavotirlanish kerak bo'lganlar birinchi navbatda quyidagi toifadagi fuqarolardir. 1. Nogironligi bor shaxslar va ularning oila a'zolari. Yangi tibbiy xulosalar yoki nogironlik darajasini qayta ko'rib chiqish bo'yicha o'zgarishlar mavjud bo'lsa, sizga qo'shimcha to'lovlar belgilanadi. Lekin buning uchun siz yangi tibbiy hujjatlarni taqdim etishingiz shart. 2. Pensionerlar, ayniqsa muayyan sohalarda, masalan, og'ir sanoat, qishloq xo'jaligi, pedagogika, tibbiyot, uzoq muddat ishlaganlar. Yangi qonunchilikda ularning kasbiy faoliyatiga qarab qo'shimcha nafaqalar belgilanmoqda. Ammo bunga erishish uchun tegishli ish staji va kasbni tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, arxiv ma'lumotnomalari yoki mehnat daftarchasining asl nusxasi talab etiladi. O'ti kam ta'minlangan oilalar
va yolg'iz onalar. Agar sizning oilangizda farzandlar soni o'zgargan bo'lsa, turmush tarzingizda keskin o'zgarishlar sodir bo'lsa, masalan, turmush o'rtog'ini yo'qotgan bo'lsangiz yoki sizning daromadingiz qonunda belgilangan minimal miqdordan pastga tushib ketgan bo'lsa, sizga yangi turdagi nafaqalar belgilanadi. Lekin buning uchun daromadlar to'g'risidagi yangi ma'lumotnomalar va oilaviy ahvolingizni tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etishingiz shart. 4. O'zgarishlar kiritilgan boshqa ijtimoiy toifalar, masalan, yosh bolali onalar, vasiylikka olingan bolalar bor shaxslar, ba'zi turdagi og'ir kasalliklarga chalingan fuqarolar. Kimlar xavotirlanmasa ham bo'ladi. Agar sizning ijtimoiy maqomingizda, oilaviy ahvolingizda, ish stajingizda yoki sog'lig'ingizda so'nggi paytlarda hech qanday o'zgarish bo'lmagan bo'lsa va siz allaqachon ma'lum bir doimiy nafaqa yoki pensiya oluvchi bo'lsangiz va bu to'lovlar umumiy oshiriladigan toifaga kirsa, demak, ehtimol sizga avtomatik ravishda qo'shimcha to'lov kelishi mumkin. Masalan, umumiy pensiyalar inflyatsiyaga qarab har yili oshiriladi va buning uchun hech qanday harakat talab qilinmaydi. Shuningdek, agar siz ilgari barcha hujjatlarni to'liq taqdim etgan bo'lsangiz va o'zingizning ijtimoiy maqomingiz o'zgarmagan bo'lsa, hozircha xavotirga o'rin yo'q. Lekin shunga qaramay, har doim tegishli davlat organlaridan o'z maqomingiz bo'yicha aniqlik kiritish ortiqchalik qilmaydi. Ehtimol siz bilmagan holda yangi imtiyozli toifaga tushib qolgandirsiz. Keling, bir nechta aniq real hayotiy misollarni ko'rib chiqaylik raqamlar va vaziyatlar bilan. Bir misol, Ahmad aka 70 yoshli pensioner. U uzoq yillar davomida, aniqrog'i 35 yil konchilik sohasida shaxtada ishlagan. Eski qonunlarga ko'ra. Uning staji va ish joyi ma'lum bir miqdorda pensiya hisoblashda inobatga olingan. Biroq yangi qonunchilikka ko'ra og'ir va zararli sharoitlarda ishlagan shaxslarga agar ular ma'lum bir muddatdan ortiq bunday joylarda faoliyat yuritgan bo'lsa, pensiyalariga qo'shimcha 3% miqdorda ustama belgilandi. Bu degani, agar Ahmad akaning pensiyasi ilgari 1500 ming so'm bo'lsa, endi u 1500 ming so'mning 30%, ya'ni darajada 1000 so'm qo'shimcha to'lov olishi mumkin. Umumiy pensiyasi 1,907 ming so'mga yetadi. Lekin muammo shundaki, uning mehnat daftarchasida faqat konchi deb yozilgan. Shaxtada ishlaganligini tasdiqlovchi hujjatlar esa eski arxivlarda qolib ketgan. Pensiyon fondi uning konchilik staji borligini bilsa ham, aynan zararli sharoitlarda ishlagan muddatini aniq tasdiqlovchi hujjatlarsiz bu ustamani avtomatik tarzda bera olmaydi. Ahmad aka agar o'zi borib ish joyidan ma'lumotnomani olib pensiyon fondiga taqdim etmasa, bu 4 ming so'mlik qo'shimcha to'lovdan har oy mahrum bo'ladi. U bu haqda eshitgan, lekin o'zlari hisoblab berishar deb kutib o'tiribdi. Bu esa xato. Ikki misol. Shahnoza opa 35 yoshli. 3 nafar voyaga yetmagan farzandi bor yolg'iz ona. Uning turmush o'rtog'i vafot etgan. Ilgari u faqat farzandlari uchun davlat tomonidan belgilangan bolalar nafaqasini olardi. Bu esa har bir farzand uchun o'rtacha 200 ming so'm, jami 600 ming so'm edi. Yangi qonun hujjatlariga muvofiq 3 va undan ortiq farzandi bor yolg'iz onalar uchun agar ularning oylik daromadi ma'lum bir minimal miqdordan oshmasa, yolg'iz ona va farzandlarga ko'mak maxsus nafaqasi joriy etildi. Bu nafaqa mavjud bolalar nafaqasiga qo'shimcha ravishda oyiga 800 ming so'm miqdorida belgilanadi. Demak, Shahnoza opa jami 1,7 ming so'm olishi mumkin edi. Lekin bu nafaqa avtomatik emas. Buning uchun u mahalla fuqarolar yig'iniga borib, o'zining oilaviy ahvoli, daromadi va farzandlarining tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar nusxasini taqdim etishi, shuningdek maxsus ariza to'ldirish kerak. U mahalla hamma narsani biladi-ku deb o'yladi. Lekin yangi turdagi nafaqa uchun alohida hujjatlar to'plash zarurligini bilmagani uchun har oy 800 ming so'm qo'shimcha puldan mahrum bo'lmoqda. Bir yilda bu degani deyarli 10 million so'm degani. 3 misol. Botir 4 yoshli fuqaro 3-guruh nogironı. U doimiy nogironlik nafaqasini olardi, oyiga 70 ming so'm. Yangi tibbiy protokollarga ko'ra, uning nogironlik darajasi o'zgarmagan bo'lsa-da, uning kasalligi, masalan, surunkali buyrak yetishmovchiligi, maxsus parvarish va doimiy dori-darmonlar talab qiladigan kasalliklar ro'yxatiga kiritilgan. Bu ro'yxatga kiritilgan shaxslarga mavjud nafaqasidan tashqari oyiga 500 ming so'm miqdorida maxsus parvarish uchun ustama belgilanadi. Shunday qilib, Botirning umumiy oylik daromadi 22 ming so'mga yetishi mumkin edi.
Lekin Botir eski nogironlik guvohnomasi bilan turibdi va yangi tibbiy xulosa olmagan. Uning eski tibbiy hujjatlarida kasalligining aniq darajasi ko'rsatilgan bo'lsa ham, yangi protokollarga ko'ra bu kasallikning ushbu toifaga kirishini tasdiqlovchi yangi turdagi tibbiy xulosa va parvarishga muhtojligi haqidagi ma'lumotnoma talab etiladi. Botir bunga ahamiyat bermay, davlat o'zi biladi deb o'ylamoqda. Natijada u har oy 500 ming so'm qo'shimcha puldan mahrum. Ko'rib turganingizdek, bu misollar shuni ko'rsatadiki, yangi tizim shaxsiy javobgarlikni va faollikni talab qiladi. Endi esa ushbu qoidalardagi istisnolar, e'tibordan chetda qolishi mumkin bo'lgan jihatlar va kutilmagan nozik nuanslar haqida batafsil gaplashamiz. Bu qism ayniqsa muhim, chunki ko'plab odamlar aynan shu joylarda xatolarga yo'l qo'yishadi. Birinchidan, hujjatlarni yo'qotib qo'yish holatlari. Agar siz yuqorida aytilgan toifalarga kirsangiz, ammo tegishli hujjatlaringiz, masalan, mehnat daftarchasi, nikoh guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari, tibbiy xulosalar yo'qolgan bo'lsa, darhol ularni tiklash choralarini ko'ring. Ba'zida eski arxivlardan ma'lumot olish qiyin kechadi. Bu esa jarayonni sezilarli darajada kechiktirishi mumkin. Masalan, 35 yil oldingi ish joyidan arxiv ma'lumotnomasini olish uchun odam bir necha idoraga murojaat qilishi, hatto eski korxonaning arxivchisini topishi yoki tuman arxivlariga so'rov yuborish kerak bo'lishi mumkin. Bu jarayon bir necha hafta yoki hatto oylar davom etishi mumkin. Bu vaqt ichida siz o'zingizga tegishli bo'lgan qo'shimcha to'lovlarni ola olmasligingizni unutmang. Shuning uchun imkon qadar tezroq harakat qiling. Ikkinchidan, toifalarning o'zgarishi. Ba'zida sizning ijtimoiy maqomingiz yoki sog'lig'ingizdagi o'zgarishlar sizni yangi imtiyozli toifaga kiritishi mumkin. Misol uchun, ilgari ikkinchi guruh nogironi bo'lgan kishi tibbiy ko'rikdan o'tib, birinchi guruh nogironligini olsa, unga belgilangan nafaqa miqdori sezilarli darajada oshadi. Ammo bu ham avtomatik tarzda sodir bo'lmaydi. Yangi tibbiy xulosa asosida qayta murojaat qilishingiz shart. Yoki turmush o'rtog'i vafot etgan ayolga bo'g'uvchisini yo'qotganligi uchun nafaqa berilishi mumkin. Ammo buning uchun u o'lim guvohnomasini taqdim etishi va tegishli arizani topshirishi kerak. Bu kabi muhim hayotiy o'zgarishlar sodir bo'lganda, ularni darhol tegishli idoralarga ma'lum qilish va hujjatlarni yangilash zarur. Uchinchidan, belgilangan muddatlar. Ba'zi qo'shimcha to'lovlar yoki nafaqalar uchun ariza berishning aniq muddatlari belgilanishi mumkin. Ayniqsa, yangi joriy etilgan dasturlar doirasida. Agar siz ushbu muddatlarga rioya qilmasangiz, siz ma'lum bir davr uchun pulni yo'qotishingiz yoki umuman uni ololmay qolishingiz mumkin. Har doim yangi qonunchilik hujjatlaridagi muddati bandiga e'tibor bering. Ba'zi hollarda muddat o'tib ketgandan keyin berilgan arizalar ko'rib chiqilmaydi yoki to'lov faqat murojaat qilingan kundan boshlab hisoblanadi. O'tib ketgan davr uchun emas. Masalan, agar sizga yanvar oyidan boshlab to'lov belgilangan bo'lsa, lekin siz iyul oyida ariza bersangiz, siz yanvar-iyun oylari uchun bo'lgan to'lovlarni ola olmasligingiz mumkin. Faqat iyul oyidan boshlab hisoblanadi. To'rtinchidan, arizalarni to'ldirishdagi keng tarqalgan xatolar. Aytaylik, siz hujjatlarni to'pladingiz, lekin arizani to'g'ri to'ldirmadingiz. Kichik xatolar, masalan, ismingizni noto'g'ri yozish, bank hisob raqamingizni xato kiritish yoki talab qilingan ma'lumotlarning birortasini qoldirib ketish, arizangizning rad etilishiga yoki ko'rib chiqishning kechikishiga olib kelishi mumkin. Har doim arizani diqqat bilan to'ldiring va 2 marta tekshiring. Agar imkoni bo'lsa, mutaxassisdan yordam so'rang. Bu ayniqsa onlayn xizmatlardan foydalanayotganda muhim. Elektron arizalarda har bir maydonchani to'g'ri to'ldirishga e'tibor berish lozim. Ba'zan shunchaki yashash manzilini eski pasport bo'yicha yozish o'rniga doimiy ro'yxatdan o'tgan manzilingizni yozmaslik ham xato bo'lishi mumkin. 5-dan, raqamli va jismoniy topshirish. Bugungi kunda ko'plab xizmatlar onlayn tarzda, ya'ni internet orqali taqdim etiladi. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali EDXP orqali ariza berish mumkin. Bu juda qulay, lekin har doim ham barcha holatlar uchun mos kelmaydi. Ba'zi murakkabroq vaziyatlarda yoki qo'shimcha tasdiqlovchi hujjatlar talab qilinganda, shaxsan tegishli idoraga borib, hujjatlarni jismonan topshirish talab qilinishi mumkin. Masalan, asl nusxadagi mehnat daftarchasini tekshirish uchun qaysi usul sizning vaziyatingizga mos kelishini aniqlang. Agar onlayn tarzda topshirish imkoni bo'lsa, undan foydalanishdan cho'chmang, lekin jarayonni kuzatib boring va elektron hujjatlarning statusini muntazam tekshirib turing.
Oltinchidan, kimlar avtomatik tarzda chetlatiladi. Ba'zan odamlar o'zlarini ma'lum bir toifaga mansub deb hisoblab, qo'shimcha to'lovga haqli deb o'ylashadi. Lekin qonunda belgilangan boshqa shartlar tufayli undan mahrum bo'lishadi. Masalan, kam ta'minlangan oilalarga yordam berishda. Agar oilaning umumiy daromadi belgilangan minimal daromaddan yuqori bo'lsa, ular nafaqa olish huquqidan mahrum bo'lishadi. Hatto farzandlari ko'p bo'lsa ham yoki ayrim to'lovlar uchun ma'lum bir yosh chegarasi belgilanishi mumkin. Masalan, yosh bolali onalar uchun beriladigan nafaqa bola 2 yoshga to'lgunicha berilishi mumkin. Undan keyin esa to'xtatiladi. Shuning uchun faqatgina men bu toifaga kiraman deb o'ylash emas. Balki qonun hujjatlarida belgilangan barcha shartlarni diqqat bilan o'rganish muhimdir. Agar birorta shart bajarilmasa, to'lov rad etilishi mumkin. 7-dan davlat xizmatlari markazlari va mahalla. Oldinlari ko'pchilik pensiya jamg'armasi yoki tegishli vazirliklarning mahalliy bo'limlariga murojaat qilardi. Hozirgi kunda aksariyat ijtimoiy xizmatlar davlat xizmatlari markazlari orqali ko'rsatiladi. Bu qulayroq. Chunki bir joyda bir nechta xizmatdan foydalanish mumkin. Biroq mahalla fuqarolar yeginlarining roli hamon muhim. Ayniqsa, kam ta'minlanganlikni aniqlash, oilaviy ahvolni o'rganish kabi masalalarda mahalla faollarining xulosalari va ma'lumotnomalari talab qilinishi mumkin. Qaysi xizmatni olish uchun qaysi organga murojaat qilish kerakligini aniqlashtirib olish lozim. 8-dan, ma'lumotning yangiligi. Yangi ma'lumotlar juda tez paydo bo'lishi mumkin. Qonunchilik hujjatlariga doimiy ravishda o'zgarishlar kiritilmoqda. Shuning uchun doimiy ravishda rasmiy manbalarni, masalan, huquqiy portallar, vazirliklar veb-saytlari, ishonch telefonlari kuzatib borish muhimdir. Bir necha oy oldin eshitgan ma'lumotingiz bugun o'z dolzarbligini yo'qotgan bo'lishi mumkin. Endi esa eng muhim qismga keldik, amaliy maslahatlar. Xo'sh, siz nima qilishingiz kerak? Qayerga borish kerak? Qanday hujjatlarni to'plash kerak? Nimani yozish kerak? Irgadam, o'z huquqingizni aniqlang. Avvalo, sizga qanday qo'shimcha to'lov yoki nafaqa tegishli bo'lishi mumkinligini aniqlab oling. Buning uchun quyidagi usullardan foydalanishingiz mumkin. Kal markazlarga murojaat qiling. Ijtimoiy himoya agentligining ishonch telefoniga qo'ng'iroq qiling. Raqamlar odatda davlat organlarining veb-saytlarida ko'rsatilgan. O'zingizning vaziyatingizni tushuntiring va qanday imtiyozlarga haqli ekanligingizni so'rang. Rasmiy veb-saytlarni o'rganing. Pensiya jamg'armasi, ijtimoiy himoya agentligi. Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirliklarining rasmiy veb-saytlariga kiring. U yerda aholini ijtimoiy himoya qilish, nafaqalar va imtiyozlar bo'limlarini toping va o'zingizga tegishli qonun hujjatlari bilan tanishing. Va mahallangizga murojaat qiling. Mahalla fuqarolar yig'indagi ijtimoiy masalalar bo'yicha mas'ul xodimlar ham sizga dastlabki ma'lumotlarni berishi mumkin. Ular sizning hududingizdagi aholiga oid yangi dasturlar haqida xabardor bo'lishi mumkin. 2 qadam, zarur hujjatlarni to'plang. Huquqingizni aqlab olganingizdan so'ng sizdan talab qilinadigan hujjatlar ro'yxatini bilib olasiz. Odatda quyidagi hujjatlar talab qilinadi: fuqarolik pasporti yoki ID karti asl nusxasi, tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar, agar farzandlaringiz bo'lsa, asl nusxasi va nusxasi. Nikoh guvohnomasi yoki nikoh bekor qilinganligi haqidagi guvohnoma, agar tegishli bo'lsa, mehnat daftarchasi, asli va nusxasi yoki elektron mehnat daftarchasidan ko'chirma, agar ish staji bilan bog'liq bo'lsa. Ish joyidan ma'lumotnoma, oxirgi 12 oydagi daromadlar haqida yoki bandlikka ko'maklashish markazidan ishsizlik nafaqasi olayotganligi haqidagi ma'lumotnoma. Tibbiy ma'lumotnomalar yoki nogironlik haqidagi xulosa, agar nogironlik yoki kasallik bilan bog'liq bo'lsa. Yangi formatdagi tibbiy xulosalar talab qilinishi mumkinligini unutmang. Bank hisob raqamingiz, karta raqam ma'lumotlari. Mahalla fuqarolar yig'inidan oilaviy ahvolingiz va daromadingiz to'g'risida ma'lumotnoma ba'zi hollarda talab qilinadi. Har bir hujjatning asl nusxasini va bir nechta nusxasini tayyorlab qo'ying. Hujjatlarning asl nusxalarini faqat ko'rsatish uchun olib borasiz. Topshirish uchun esa faqat nusxalar talab qilinadi. 3 qadam. Arizani to'ldiring va topshiring. Hujjatlarni to'plab bo'lgach, siz arizani to'ldirishingiz kerak. Qayerga murojaat qilish kerak? Davlat xizmatlari markazlari. Ko'pchilik ijtimoiy xizmatlar aynan shu markazlar orqali ko'rsatiladi. Barcha hujjatlaringizni shu yerga olib borasiz. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.gov. Agar sizda elektron imzo mavjud bo'lsa va talab qilingan xizmat onlayn mavjud bo'lsa,
Siz uydan chiqmagan holda ariza topshirishingiz mumkin. Bu juda qulay va vaqtingizni tejaydi. Mahalla fuqarolar yig'inlari, ba'zi nafaqalar, ayniqsa kam ta'minlanganlik bo'yicha yordamlar uchun ariza mahallaning ijtimoiy xodimi orqali qabul qilinishi mumkin. Ular hujjatlaringizni to'g'riligini tekshirib, tegishli organga yuborishadi. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlari. Agar masala to'g'ridan-to'g'ri pensiya yoki unga qo'shimcha to'lovlar bilan bog'liq bo'lsa, siz to'g'ridan-to'g'ri pensiya jamg'armasiga murojaat qilishingiz mumkin. Nimani yozish kerak? Arizada sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, fish, pasport seriyasi va raqami, yashash manzili, telefon raqami, siz murojaat qilayotgan nafaqa yoki qo'shimcha to'lovning nomi, unga bo'lgan huquqingizni tasdiqlovchi asos, masalan. Yangi qonunga ko'ra, nogironlik darajamning o'zgarishi sababli va bank hisob raqamingiz aniq ko'rsatilishi kerak. Arizani imzolashdan oldin barcha ma'lumotlar to'g'ri kiritilganligiga ishonch hosil qiling. Agar onlayn ariza to'ldirsangiz, har bir maydonchani diqqat bilan to'ldiring. 4 qadam. Jarayonni kuzatib boring. Arizani topshirganingizdan so'ng sizga xizmat ko'rsatish raqami beriladi. Ushbu raqam orqali siz arizangizning holatini tekshirib turishingiz mumkin. Davlat xizmatlari markazlari veb-saytida yoki MyKOKOKUB.uz portalida arizaning holatini tekshirish bo'limi mavjud. Agar ma'lum bir muddatdan so'ng hech qanday javob olmasangiz, shu raqam orqali yana murojaat qilib, arizangizning ko'rib chiqilish holatini so'rang. Ba'zan hujjatlarda kamchiliklar topilishi mumkin. Bu haqda sizga xabar beriladi va ularni tuzatish uchun qo'shimcha vaqt beriladi. Tez harakat qiling, chunki har bir kun siz uchun moliyaviy yo'qotish bo'lishi mumkin. Bu qadamlar juda muhim. Ular sizni o'zingizga tegishli bo'lgan qo'shimcha to'lovlarning yo'q qilishidan asraydi. Aziz do'stlar, bugun men sizga davlat tomonidan taqdim etilayotgan, ammo ko'pchilik bilmaganligi sababli qo'lga kirita olmayotgan katta qo'shimcha to'lovlar haqida batafsil ma'lumot berdim. Sizning oylik daromadingizni sezilarli darajada oshirishi mumkin bo'lgan bu imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Unutmang, endi tizim har doim ham avtomatik tarzda ishlamaydi. Sizning faol harakatingiz talab etiladi. O'zingizning huquqlaringizni biling, zarur hujjatlarni to'plang va kechiktirmasdan tegishli idoralarga murojaat qiling. Bu sizning oilangiz va farzandlaringiz uchun katta yordam bo'lishi mumkin. Umid qilamanki, bu ma'lumot siz uchun juda foydali bo'ldi. Sizning fikringiz biz uchun muhim. Ushbu mavzu bo'yicha sizda qanday fikrlar bor? Siz ham shunga o'xshash vaziyatlarga duch kelganmisiz? O'z tajribangizni izohlarda yozib qoldiring. Biz albatta o'qiymiz va muloqotga kirishamiz. Videoga like bosishni unutmang. Zero sizning har bir like'ingiz bizning mehnatimizga bo'lgan bahodir. Va albatta kanalimizga obuna bo'ling. Chunki biz sizga doim shunga o'xshash muhim va dolzarb ma'lumotlarni yetkazib berishda davom etamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.